imkoniyatingiz bor. Ota-onaga yaxshilik qilish imkoniyatingiz bor. Lekin ko'pchilikda mana shu imkoniyat yo'q. Otasini ko'ray desa otasi yo'q. Onasini ko'ray desa onasi yo'q. Nima qilishini bilmay gangib, u yoqdan bu yoqqa boradi, rohat yo'q. Milliard pul bor, lekin ota-ona yo'q hozir. Qancha odamda. Lekin sizda bor o'sha imkoniyat. Bugun qiling, ertaga demang. Falon mo'shtani olib uchasiga qilaman demang. O'lib ketsin kimlardir yashaydi o'sha dunyoda. Sharoit qiling eng zo'rini. Nima istaysiz? Hammomingiz zo'r qilib beraymi? Issiq teplopollar bilan shundoq ochganda issiq suv keladigan qilib beraymi? deb ayting. Oshxonangizni zo'r qilib beraymi deb ayting. Har kuni kiyim olib boring kerak bo'lsa. Nima qilib bo'lsa ham, girdi kapalak qilib bo'lsa ham xursand qiling. 3 ta narsaga termulishda savob bor. O'shani bittasi ota-ona. Yuzlarga qarab subhanalloh. Shu onam meni dunyoga keltirgan-a? Agar abort qilib yorganda men bo'lmasidimi, shu onam rahim qilib meni dunyoga keltirdi. O'sha men jirkansam ham o'zimdan onam jirkanmay hamma yog'imni artib tozaladi, yuvin